Original Samsung televizorlarda mana xuddi mana shunaqa pul chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. O'zi sifatidan ham bilinib turadi. Tagida kichkina qilib Samsung deb yozib qo'ygan bo'ladi, o'zining logotipi va mana shunaqa garantiyali talonlari chiqadi. Ofitsialniy O'zbekiston bo'ylab 2 yil garantiyasi bo'ladi. Bu ofitsialniy Samsung'ga garantiyali taloni. Yaxshi, zo'r narxda original Vyetnamda ishlab chiqarilgan 4K formatda ishlaydigan 50 dyumli Samsung televizorini ko'rsataman hozir. Bu televizorimizni nafaqat ko'rsatish bilan, balki narxi bilan ham sizlarni hayron qoldirishi aniq. Chunki bu televizorimiz 4K formatida 60 Hz chastotada ishlaydi. Bir emas, naqd 3 ta HDMI kodi bor, optika yoki Wi-Fi sim orqali ham ulasanglar bo'ladi bemalol. Korpuslarini ham ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa bezramishni, dizaynlari ham o'zgacha. Bu televizorimizning narxini xohlagan joylarga yozsanglar ham 5,5 million so'mdan 6,5 milliongacha bozorlarda ham, internet do'konlarda ham sotishyapti. Original narsani narxini tushirish kerakmi? Mana endi tushiramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana USB portlari bor. Bemalol uzdigital kartalarni qo'ysanglar bo'ladi. 1, 2, 3, 3 ta HDMI, internet sim bilan simsiz ham ulasanglar bo'ladi. Bir emas, naq 2 ta tuneri ham bor, ko'ryapsizlar. 50 DU7100 Crystal UHD. Bu modelimizni bozorlarda ham kamida $450 dan $490 gacha sotishyapti. Bizning TV Bozor.uz kanali obunachilari uchun ajoyib narxda $379. Rahmat.